Bo'ldi aka, bosing. Manajan İşte ayran içelim. Ye, молодец. Mana. Ya bo'ladi aka. Mana O'zbekiston xodimlari. Aka qo'riqlashda ishlaysiz, qayerda ishlaysiz? Sorulaşta işleyelim. Qo'riqlashda ishlaydi ekan akamiz. Mana bir zarbada 2,5 mingga olib borib qo'yishdi. Yana kuchayaman aka, ursangiz. Joni sog' bo'lsin. Aka biz Xumayronga keldik mana. Mana shu akamiz juda bir O'zbekistonda sportchilarni qo'llab-quvvatlash uchun Farg'ona yo'lini bo'ylab bu tomoni Farg'onaga ketish, bu tomoni Farg'onadan kelishda mana bunday toshlarini ko'tarish, mana bunday yigitlarni boks bilan shug'ullanishi uchun agar mana shuni urib akani rekordini yangilasangiz, mana shu yerda ayron sizga tekin. Aka ayron tekinmi ko'targanga, mana shu shartni bajarganga bitta qarang endi. bitta kosada ayron qo'ygan, 1 litr sabo ham beramiz. Молодец aka. Kelaversinmi axir? Kelarsiz, shu polvon o'zining kuchini zo'r bilaman deganlar kelarsiz. Ana. Mana shu joy polvonlar ayroni, polvonlarda haqiqiy mardini sinaydigan joy. Kelaverasizlar Xum ayronga. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Aka rahmat sizga ham. Sog' bo'ling, ishlarga rivoj.